agar bunday ko'rasizlarda aktivligi yo'q bo'lsa, nima deysizlar? Og'zidan chiqqan urug'larning o'lik ekan deysizlar. Total astenozospermiya yoki nekrozospermiya kim ko'rgan? Dumini, spermatozoid dumini bunday ko'ndalangiga kessak va o'rtada ikkita halqa, chekkasi yana ikkita halqa bo'ladi. Yurgan paytda eshkakka o'xshab eshaklar, ikkita halqa bo'lsa, bittasi bunday dinayn oqsil qo'llari bo'ladi. Tirik membrana ichkariga bo'yoqni o'tkazmaganligi uchun bo'yalib ketganlari o'lik spermatozoid hisoblanadi. 15%, ya'ni urug'lari hammasi harakatsiz, lekin 15% tirik. Hop, tiriklik. Tiriklikni ko'radiganlaring bormi? Masalan, praktikalaringda hech kelganmi? Total astenozospermiya yoki nekrozospermiya kim ko'rgan? Nima qilib ajratasizlar buni? Total astenozospermiya degani, bilasizlar, 100% harakatsiz degani. Lekin xuddi shu joyda adashtiradigan nekrozospermiya ham bor. Agar bunday ko'rasizlarda aktivligi yo'q bo'lsa, nima deysizlar? Og'zidan chiqqan urug'larning o'lik ekan deysizlar. To'g'ri gapiryapsiz. Bu ilmsizlik bu, yolg'on bu gap. Urug'larning o'lik ekan deymiz. Chora tadbiri bor o'zi aslida buni. Agar haqiqiy total astenozospermiyani tashxisini oti bor. Siliya sindromi deyiladi. Genetik kasallik u. Nimada? Endi betlarda jaliga aytayapman, endi mavzu ochilganicha aytib beraman. Dumini, spermatozoid dumini bunday ko'ndalangiga kessak va o'rtada ikkita halqa, chekkasi yana ikkita halqa bo'ladi. Yurgan paytda eshkakka o'xshab eshaklar, ikkita halqa bo'lsa, bittasi bunday dinayn oqsil qo'llari bo'ladi. Jali mikroskopiyasiga o'tib ketyapman. Shu oqsil qo'llarini bittasini bo'lmasligi, endi ikkita bo'laveradi, bittasini bo'lmasligi xuddi eshkakni bittasini olib qo'ysa yurolmaydi-ku. Xuddi o'shanga o'xshagan Siliya sindromi deydi, dinayn oqsillarini, qo'llarini eriganligi, yo'qligi tug'ma defekti hisoblanadi. Bu ham juda ko'p uchraydi. Lekin haligi ko'p qism nima ham uchraydi? Bu Siliya sindromi aytmoqchi emasman, o'zi total astenozospermiya ko'p keladi. Biz o'zimizni nimada buni tiriklikda aniqlash uchun host test yoki yaziniy nigraziniy test bor. 56% tirik bo'lish kerak deydi. Host test degani, mana ochib aytadigan bo'lsak, gipoosmolarniy test. Tushunasizlar? 0.9% dan ozroq zichlikka ega bo'lganda natriy xlorid qo'ysalaring, tiriklari dumlari ishib, bukilib qoladi. O'shandan sanaydida 200 ta hujayrani sanab turib, bunchasi tirik ekan deydi. Iazinoviy, nigrazinoviyda teskariroq. Bu tiriklarni aniqlardi. Unda o'likni aniqlaydi. Tirik membrana ichkariga bo'yoqni o'tkazmaganligi uchun bo'yalib ketganlari o'lik spermatozoid hisoblanadi. Bu butun dunyoda 90 nechinchi yildan beri borda. Masalan, shu yerda o'tirganlar hammasi o'shalar bo'lgan. Lekin haliga aytganimda bizni praktikaga kirib kelmagan. Yana o'sha gap, shu yerda bo'lgani uchun o'zlaring tatbiq qilishlaring uchun aytayapman. Chunki Qo'qonda men kelganimda bularning hech qaysinisi yo'q edi. Yo'q edi hech qaysinisi. Men yo'lga qo'yib qildim, masalan. Namanganda ham host testi qilyapman, iazin testi qilyapman degan joy yo'q. Meni yonimga, balki bo'lsa ham menga kelmaganda, shunaqasi to'g'riroq bo'ladi. Endi bitta bemorimiz eng yorqini keldi, hammasi harakatsiz, nekrozospermiya deb hamma joydan qaytgan. Bu qo'qonlik yigit lekin. Keldi, unchalik bo'lmasa kerak edi deysiz. Hali intuitsiya ham bo'ladi, ma'lum bir yildan keyin. Qildik, host testi 15% chiqdi, ishonasizlarmi? 15%, ya'ni urug'lari hammasi harakatsiz, lekin 15% tirik. Halingga aytdimmi? 15% tirik buni. Keyin nima qildi? Uni ikki taraflama varika sellari bo'lgan. Prosta nima qilishmadi desa, haligida misol baribir tirilmaydi deyishganda, uning infeksiyasi bor, gormon va hammasini qildik. Keyingi bitta tekshirib turganimizda o'sha 39% tirik, bir 5-10% harakat boshlandi. Buni haligi endi o'zlaring mendan yaxshi, sizlar ko'proq tajribaga ega bo'lgansizlar, kasallaring haligi ko'zlaridagi quvonchni ko'rsalaring, boshqacha xursand bo'lasizlar. U bola hozir bala chaqali bo'lib ketgan o'sha. Xotinim homilador bo'ldi, Zarif aka xursand bo'ldi. Diagnoz qo'yish tekshirishdagi ahamiyatida